qarorni tarixiy ahamiyati shundaki, endi odamlarimizni hayoti o'zgaradi. Hozirgi bo'layotgan yangiliklarni eshitib, migratsiyada yurgan, chet davlatda yurgan farzandlarimiz qaytib kelishyapti. Bizi viloyatimizdagi eko, etno va agroturizmdagi resurslar boshqa hech qayerda yo'q. 9 yil oldin O'zbekistonga Amerikadan 13 mingta turist kelgan. Bugungi kunga 40 mingdan ortiq turistlar keldi. Noqatdan kelaman. 15 yildan beri kelganimning boisi lechena yaxshi. Malayshiyat bizga shifo bo'lgan. Hududdagi o'sha turizm salohiyatini 1 milliondan oshirishga reja qilganmiz. Prezidentimizning tashabbusi bilan Farg'ona turizm brendi yaratilyapti. Hududdagi mavjud salohiyat real loyihalarga, ular esa yangi turizm lokatsiyalarga aylanyapti. Davlatimiz rahbarining qarori bilan 4 trillion so'mlik 48 ta loyiha amalga oshiriladi. Buning natijasida 2,5 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Farg'ona turistik rekreatsion zonasi. U qanday bo'ladi? Unikal loyihaga ko'ra Farg'ona tumani 4 ta zonaga ajratilmoqda. Bular Shohimardon Yordon umummavsumiy xalqaro kurort majmuasi 924 gektar, Chimyon sanatoriy kurort zonasi 786 gektar, Vodil agroturizm klasteri 549 gektar, Avval ko'ngilochar turizm majmuasi 137 gektar. Loyiha jami 2396 gektar maydonni o'z ichiga oladi. Turizm sohasi respublika miqyosida strategik sohalardan biri sifatida rivojlantirilayotgani va davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tiborlari bu sohaga bo'lgan qo'llab-quvvatlashlari va tashabbuslari bizani albatta quvontiradi. Farg'ona turistik rekreatsion zonasida direksiyamiz 30 yilga tashkil etilgan bo'lib, hududda ekoturizm, agroturizm, termal turizm, ekstremal turizm, sport turizmi kabi turlarni rivojlantirish salohiyati yuqori. Mazkur hududda bugungi kunda davlatimiz rahbarining 245-sonli qarorlariga muvofiq o'sha hududlarni master rejalari ishlab chiqildi va zamonaviy jahon standartlariga mos loyihalashtirish ishlari amalga oshirilishi natijasida hozirda ko'plab hududda auksionga chiqariladigan yer maydonlari, undan tashqari sarmoyadorlar uchun takliflar va undan tashqari hududlarda muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish dasturlari shakllandi. Muhtaram prezidentimiz bizni Farg'ona turistik salohiyatini qanchalik keng imkoniyatlar, zaxiralar borligini inobatga olib, shunday qaror qabul qildilarki, bu butun xalqimiz, mana shu Farg'ona tumani aholisi yillar davomida kutgan bunday imkoniyat hamma tumanga ham berilavermaydi. Bizni tumanimizda ham juda ham ulug' insonlar o'tgan, qadam joylar bor. Mana shu buyuk Hazrati Huvaydo, Hazrat Ali, biz Sadka Guva deymiz. Mana shunday ulug' insonlar o'tgan Xo'ja Ahmad Valiyni mana qabrlari bor. Farg'ona tumani chegara hudud, olis hudud hisoblanadi. Eksklav hududlarimiz bor. U yerda yashayotgan fuqarolarimiz bugungi kunda butun O'zbekistonda yaratilayotgan bunday imkoniyatlarni o'zini hayotida ham his qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu qarorni tarixiy ahamiyati shundaki, endi odamlarimizni hayoti o'zgaradi. Loyihalar hozir tayyor turibdi, turizm yo'nalishida, sanoat yo'nalishida, xizmat ko'rsatish yo'nalishida mana shu 2,5 ming nafar aholimiz doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mana shu qaror chiqqandan keyin kuni kecha bizga qo'shni respublikamizni Qadamjoy tumani hokimi, hurmatli prezidentlaring mana shunday qarorni imzolab beribdi. Biz eshitib juda ham xursand bo'ldik. Nimaga? Bizni Shohimardon Yordon rekreatsion zonamizga o'tish yo'limiz aynan Qadamjoy viloyat tumanidan o'tadi. 18 kilometr kesib o'tamiz Qirg'iz Respublikasini va mana shu qarorda ijrosi ertaga ta'minlash mobaynida ularda ham xizmat ko'rsatish, turizm salohiyati, bizni o'tayotgan sayyohlarimizni ular bilan muloqoti, ular bilan savdo sotig'i albatta ijobiy ta'sir ko'rsatishini hatto ular ham his qilib, menga telefon qilib juda ham katta xursandchilik bo'layotganligini, birgalikda albatta bu xalqlar o'rtasidagi nafaqat savdo sotiq, o'sha maishiy
ma'naviy mana madaniy tadbirlarni o'tkazishimiz, ertaga ularda ham mavjud turizm imkoniyatlaridan bizni sayyohlar ham mana shunday foydalanish imkoniyati paydo bo'lganligidan ular ham hozir to'lqinlanib ko'rishaylik, gaplashaylik, birgalikda mana shu ishlaylik degan takliflarni berib boryapti. Farg'ona tumanining turizm salohiyatidan samarali foydalanish, investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, turistlar va tadbirkorlik subyektlari uchun infratuzilma yaratish, xalqaro kurort zonasini rivojlantirish o'z-o'zidan hududning har tomonlama o'zgarishiga olib keladi. 9 yil oldin qanaqa ahvol edi, hozir qanaqa? Mana turistik klasterlarni qilish bu davlat vazifasi qo'yilgan. Shuning uchun prezidentimizga katta rahmat. Vodiy O'zbekistonning yuragi deyiladi. Vodiyni biz qancha ko'p rivojlantirsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana misol uchun 9 yil oldin O'zbekistonga Amerikadan 13 mingta turist kelgan. Bugungi kunga 40 mingdan ortiq turistlar keldi. U degani butun dunyoga biz ochildik va butun dunyo qiziqib qoldi O'zbekistonimizga. Turistik klaster vodiyda qilish bu nima beradi? Ish beradi. Yoshlarga yangi yo'nalishlarni ochib beradi. Prezidentimiz aytdilar, turizm bu ekonomikaning lokomotivi. Sababi 1 so'm qo'yilgan turizmga yana 10 so'm olib keltiradi. Hududning qaynoq turizm lokatsiyasiga aylanayotgani xizmat ko'rsatish yo'nalishlarining oshishiga olib keladi. Bu esa tadbirkorlar, investorlar uchun yangi imkoniyat degani. Men o'zim 12 yildan beri turizm sohasida faoliyat yuritaman. Boshlaganimizda litsenziya uchun 8 oylab kutganmiz. Har xil tekshiruvlar, byurokratiyalardan o'tishimizga to'g'ri kelgan. Chetga chiqqanimizda u yerdagi turizm xizmatlarini ko'rib, sharoitlarni ko'rib, voy shuncha infrastruktura, shuncha yo'l bizda bu bo'lmasa kerak deb ko'zimiz yetmasdi, to'g'risi. Shu bizni Farg'onamizda ham shuncha potensiali bor, shunaqa bir zona tashkil qilishini to'g'risi kutayotgandik. Prezidentimizning qarorlari biz kabi turizm sohasida, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun yangi yilga bir yaxshi sovg'a bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Bizni viloyatimizdagi eko, etno va agroturizmdagi resurslar boshqa hech qayerda yo'q. Bu resurslardan biz agar to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, bu albatta yangi turistik korxonalar ochilishiga, mavjudlarini yanada faolroq ishlashiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yangi turistik mahsulotlarning paydo bo'lishiga asos bo'ladi. Qarorning ko'lamini ko'rib, uni shu darajadagi mukammal o'ylanganini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Erta infrastruktura bo'ladimi, yo'l bo'ladimi, suv bo'ladimi yoki biz turoperatorlarga berilayotgan imtiyoz paketlari bo'ladimi? Bularda hammasi amalga oshishi natijasida Farg'onamizga qo'shimcha minglab turistlar keladi. Qo'shimcha valyuta kirib keladi. Avval qishlog'i bu tarixiy ahamiyatga ega manzil bugun davlatimiz rahbarining e'tibori bilan nafaqat ziyoratchilarni qabul qiluvchi, balki yurtimizdagi eng zo'r oilaviy dam olish maskaniga aylantirilmoqda. Yillik tarixga ega Avval qishlog'idamiz. Bu yerda 20 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. O'tgan yili mana shu qishloqqa 45 ming mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi. Nima uchun? Chunki siz tasvirda ko'rib turgan 70 dardga davo deb hisoblanadigan buloqlar, qadimiy va muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar bor bu yerda va mana bunday oilaviy dam olish maskanlari tashkil etilgan. Tashrif buyuruvchilar sonini 80 mingga yetkazish rejalashtirilyapti bu yil. Buning uchun infratuzilma yaxshilanyapti, qator loyihalar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbarining qarori esa bu boradagi ishlarga dasturlamal bo'lib xizmat qildi. Bu qarorda eshitib biz nihoyatda xursand bo'ldik. Nimaga? Chunki bizni avval qishlog'i ham qancha nima ishlar qilinishi loyihalari ko'rsatib o'tildi. 4 kilometr kanalizatsiya, yangi suv tarmoqlari tortiladi, elektr energiya mana yana yangilanadi. Prezidentimiz mana Farg'onaga ko'rsatilgan e'tibori sabab bizni qishloqlarimiz, mana viloyatimiz kundan-kun rivojlanib, yana xalqni yashash darajasi ko'tarilyapti. Shu Marg'ilon soy biz avval qishlog'idan o'tib Farg'ona shahar Marg'ilonga qarab yuradi. Soy o'tgan xonadon borki, hostellar tashkil bo'lyapti mana qarorga asosan. So'ralarni qo'yib kelgan mehmonlarga xizmat ko'rsatyapti.
o'sha daromadi oshyapti-da shu orqasidan, turizmni orqasidan. Prezidentimizga biz mana shu avval qishloq nomidan rahmat aytamiz. Haqiqatda bu yerga kelsangiz, ertakka tushib qolgandek bo'lasiz. Tabiat go'zalligi bilan hamohang ravishda mana bunday chiroyli sihatgohlar tashkil etilgan. Bu yerda zuluk terapiyagacha bor. Umuman, mana shu qishloqning o'zida tashrif buyuruvchilar uchun 100 dan ortiq xizmat turlari ko'rsatilar ekan va bu xizmatlarni kelgusi yillarda 2 baravar oshirish rejalashtirilyapti. Demak, qishloqning dovrug'i butun dunyoga yoyiladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Oilalarga daromad manbai kirib boradi. Samarqand viloyatining Nurobod tumanidan keldim. Mana kelganimga 3 kun bo'ldi. Davniylarim oshib ancha bezovta bo'lib kelgandim. Mana doktorlar muolaja qilib ancha yaxshi bo'lib qoldim. Prezidentimiz avval qishlog'ini turizm manziliga aylantirib, biz uchun qulayliklar yaratib berdi. Havosi yoqadi. Men har yili kelaman, davolanib ketaman. Prezidentning e'tibori bilan qishloqda hamma joylar o'zgarib, xalqqa hamma qulayliklar yaratilib, qurilishlar, hamma narsa rivojlanib, nasib etsa bundan ham yaxshi bo'lib ketadi. Vodil agroturizm klasteri yangi va noyob yo'nalish. O'zbekiston tarixida bu borada birinchi qadam tashlanmoqda. Yurtimizdagi eng shirin malinalarni yetishtiruvchi sanoat va hosilot mahallalarida endi shu paytgacha yo'lga qo'yilmagan, ammo hudud uchun juda dolzarb bo'lgan daromadni keskin oshiradigan yo'nalish malinani chuqur qayta ishlash yo'lga qo'yiladi. Qaror bilan Turon bank tomonidan 25 gektar yer maydonida malina plantatsiyasi tashkil etilib, 15 sotixdan 5 yil muddatga ishsizlar va kambag'al oilalarga bo'lib beriladi. Davlat rahbarining Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida Farg'ona tumanida malina plantatsiyalarini tashkil etish topshirig'i berilgan. Ushbu topshiriqqa asosan Turon bank 33 gektar yer maydonida malina plantatsiyalarini tashkil etish ishlarini boshlab yubordi. Hozirgi kunda Italiyaning Maravilla navli malina ko'chatlari 5 gektar maydonga o'tkazildi. Plantatsiyamiz to'liq ko'chat bilan ta'minlanib ekib bo'lindi. Serhosil va eksport bob ko'chatligi uchun buni biz olib keldik Italiyadan. 1 gektar yer maydonida 5-8 tonnagacha mahalliy navdan biz mahsulot oladigan bo'lsak, Maravilla navli malina ko'chatlarimizdan 25-30 tonnagacha olamiz va saqlash muddati ham bu o'zimizning navdagi 3 kun 5 kun bo'ladigan bo'lsa, Maravilla navli malina ko'chatlarini saqlashi 2 haftagacha saqlasa bo'ladi. Prezidentimizning Farg'ona tumanini turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlarda ham ushbu hududda malina plantatsiyalarini rivojlantirish va agroturizm tashkil etish topshiriqlari aniq yaqqol ko'rsatib o'tilgan. 200 ta xo'jalikka kam ta'minlangan ishsiz yoki daromadi kam aholiga biz daromadini oshirish uchun shu yerlarda 15 sotixdan bo'lib beramiz. Buni hosildorligi yuqoriligi, qolaversa eksport bobligini inobatga olib, o'rtacha 15 sotixdan 500-600 million so'mdan daromadga ega bo'lishini biznes rejasini qildik biz. Malinachilik klasterini yonida muzlatkichli omborxona hamda uni yonida malinani qayta ishlash hamda uni qadoqlash bo'yicha hozir loyihalar Turon bank tomonidan rejalashtirilgan. Ushbu loyihalar amalga oshirilsa, undan keyin bevosita aholiga ham hamda dehqon xo'jaligi egalariga ham yaxshi bo'ladiki, malina pishdimi tezda terib sotib olmasam ertaga ayniydi yoki bir boshqa holat bo'ladi deganni oldini olinadi. Mana qayta ishlash yoki muzlatkichli omborxonalarga qo'yib bevosita kelgusida eksportga yoki bir ichki bozorlarga sotish imkoni mavjud bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning qarorlarini o'qib chiqib, yanada shunga xursand bo'ldikki, bevosita har yil boshida xatlovdan o'tkazib, ishsiz hamda doimiy daromadga ega bo'lmagan aholini ro'yxatga olardik. Mana endi malinachilik klasteri kengayishini hisobiga bevosita ishsiz bo'lgan fuqarolarimiz, doimiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarimiz bevosita shunga yo'naltirib, doimiy daromadga ega bo'lishlari hamda mehnatda band bo'lishlariga ijobiy yechim topilganligidan biz ham juda ham xursandmiz. Prezidentimiz kambag'alchilikni yo'qotamiz, kam ta'minlangan oilalarni ko'taramiz degan maqsadda elimiz, yurtimiz uchun kechasi kunduzi jon kuydirib yordam qilyapti. Mana bizni
qishlog'imizda daromadi bemalol yaxshi xalqqa yetadigan darajada har bir xo'jalikka отдельно yerlarda o'lchab ko'rsatib berdi. Malina ekib, buni daromaddan foydalanish to'g'risida. Hamma bo'layotgan yaxshiliklardan minnatdormiz. Mana bizni yurtimizni havas qilib turizm zonasiga aylantiramiz deyishibdi. Bundan xursandmiz. Yaxshi yashayapmiz. Bundan bag'iga bundan ham zo'r bo'ladi, Xudo xolasa. Ishsizlarga ish ko'payadi. Hozirgi bo'layotgan yangiliklarni eshitib, migratsiyada yurgan, chet davlatda yurgan farzandlarimiz qaytib kelishyapti. Chunki bu yerda u yerga nisbatan ish bemalol, daromad topish undan yaxshi. Prezidentimiz ilgari bu yerlarga ko'p kelgan, aholi bilan gaplashgan. Shuning uchun ham batdagi holatni bilib turib, yanada rivojlantirishga hissa qo'shayotganligi uchun prezidentimizdan minnatdormiz. Farg'onaning yana bir hayratlanarli manzili Chimyon endi sanatoriy kurort zonaga aylantirilmoqda. Ya'ni bu yerda ham salomatlikni tiklash, ham hordiq chiqarish, ham tabiatning betakror manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Chimyonga tayanch harakat, asab, qon aylanishi tizimi, ginekologik va urologik kasalliklarga chalingan bemorlar ko'p kelishadi. Oltingugurtli ma'dan suvining har bir litrida 330 milligrammgacha servodorod moddasi bo'lib, inson tanasidagi ko'p xastaliklarga davo bo'ladi. Bulardan bosh, miya va periferik nerv tizimli kasalliklari bor. Juda ham yaxshi davolanadi bu tizim kasalliklari Chimyon oltingugurtli ma'dan suvi ta'sirida. Undan keyin harakat va tayanch a'zolari kasalliklari, teri kasalliklari bor. Psoriaz, ekzema, neurodermit degan kasalliklar bor. Bu kasalliklar ham Chimyonning oltingugurtli ma'dan suvi bilan yaxshi davolanishadi. Chimyon qishlog'ida oltingugurtli mineral suv chiqadigan 10 dan oshiq shunaqa quduqlar bor. Bu suv 850-900 metr chuqurlikdan chiqadi. Qabul qilinayotgan barcha dam oluvchilarni biz 100% deb olsak, hozirgi kunda shularning 30%ni chet el fuqarolari tashkil etadi. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan hududda O'zbekistonda yagona bo'lgan tibbiy xizmat turlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Asosan chet ellik turistlarni jalb qilish maqsadida ona bola ko'rishdagi sanatoriya klinika xizmatini yo'lga qo'yishni rejalashtirganman. Birinchi bosqichda 150 va ikkinchi bosqichda yaqin 300 ta ishchi o'rni yaratiladi. Prezidentimizning qaroridan keyin ayniqsa bu biz tadbirkorlar uchun juda ham katta imkoniyat berildi. Buni eshitgan tadbirkorlar misli ko'rilmagan xursandchiliklarni tasavvur qilyapmiz. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz juda ham katta. Kelajakda juda ham ko'plab ishchi o'rinlarni yaratish, juda ham turistlar bop, ko'ngilochar maskan yaratish hammamiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hozirgi amaldagi sanatoriyamizga avvallari Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan bo'lsa, hozirgi kunda Ozarbayjon, hatto Turkiyalardan ham mehmonlar kelyapti. Biz ularga mos keladigan komfort sharoitlarni yaratishga harakat qilamiz. Bu qarordan keyin men ham o'zimga qo'ygan maqsadimga erishadigan bo'lib turibman. Bitta joyning o'zida ham sanatoriya, ham davolanish uchun klinika, farzandlar uchun suzish havzasi, o'ynash bolalar maydonchasi, hammasini birgalikda amalga oshirmoqchiman. Davolanuvchilar orasida 10-15 yildan beri shu yerga kelib shifo topgan qirg'izistonlik G'ulomjon ota ham bor. 15 yildan beri kelganim boisi lecheniya yaxshi. Noqatdan kelaman. Menga shu yat yoqadi. Shu 10 kunmi, 5 kunmi davolanaman. Mana shu yat bizga shifo bo'lgan. Shu mana shu yerga kelib 10 kun davolansam, o'zimni shunday yengil his etaman. Havosi ham yaxshi. Doktorlari, hamshiralari yumshoq so'z. Hozir shu yerda 100 odam bo'lsa, hisoblab chiqsangiz 50 tasi noqarlik. Odamlar tinmay keladi. Nima uchun keladi? Davolari yaxshi. Xuddi shu bir o'z uyimga kelgandek bo'laman-da. O'zbekiston, Qirg'iziston tinch bo'lsin. Intifoqlik bor yerda baraka bo'ladi. Qaror bilan endi Shohimardon va Yordon mahallalarida umummavsumiy xalqaro kurort zonasi tashkil etiladi. Shohimardon, Yordon va Yordon Dugoba yo'nalishlarida zamonaviy kabinali dor yo'llari, osma ko'prik, zipline loyihalashtirilmoqda. Bu manzil nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston aholisi, butun dunyodan keluvchi sayyohlar uchun ham katta emotsiyalar beruvchi lokatsiya bo'ladi.
Shohimardon Yordan umummavsumiy xalqaro kurortida O'zbekistonda birinchi alpinizm turizmi hududi tashkil etiladi va bu yerda o'sha sport turizmini, alpinizm xizmatlari rivojlantiriladi. Bu nafaqat mahalliy, balki chet el alpinistlarini ham O'zbekistonga jalb qiladi. Shohimardonda. Mana o'tgan yilni ko'radigan bo'lsak, Farg'ona viloyatiga o'sha Shohimardon, Yordon hududlariga 500 mingdan ziyod sayyohlar tashrifi amalga oshirildi. U kam raqam emas. Hozirgi kunda o'sha hududlarga yangi zamonaviy master reja loyihalar ishlab chiqilishi, sarmoyadorlarning jalb qilinishi, hududda zamonaviy umummavsumiy xalqaro kurortlar tashkil etilishi natijasida o'sha hududga tashrif buyuruvchilarning soni 1-1,5 millionga yetkaziladi. Avvalo O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga yaratilgan qulay biznes muhiti, shuningdek, korxonamizga ko'rsatilayotgan e'tibor va qo'llab-quvvatlash uchun samimiy minnatdorlik bildiramiz. Bu borada biz uchun hamkorlik imkoniyatlarini taqdim etilganidan mamnunmiz. Xitoy Turizm savdo palatasining vitse-prezidenti: korxonasi sifatida biz ko'p yillar davomida turizm mehmonxonalari qurilishi va turistik maskanlarni rivojlantirish hamda boshqarish bilan shug'ullanib, boy tajriba to'pladik. Farg'ona viloyati hokimligi bilan chuqur muloqotdan so'ng Shohimardon turistik hududini rivojlantirishga katta qiziqish bildirdik va kompaniyamiz boshchiligida kanat yo'li, rafting, shisha yo'lak, turistik avtobuslar kabi bir qator infratuzilma yaratishni o'z ichiga olgan loyihalarni joriy etishni rejalashtirmoqdamiz. Yana bir bor janob prezidentga, tegishli tomonlarga bildirilgan ishonch va qo'llab-quvvatlashlari uchun minnatdorlik izhor etamiz. Biz O'zbekiston bilan hamkorlikda xalqaro jozibaga ega turistik maskanni barpo etishni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Prezidentimizning 2026-yildagi ilk qarorlaridan biri Farg'ona turizm brendini yaratishga yo'naltirilgani vodiy ahli uchun unutilmas voqelik bo'ldi. Tahlillarga ko'ra, 2025-yilda hududga 544.200 nafar xorijlik sayyoh kelgan. Endi bu ko'rsatkichni 3 barobarga oshirish rejalashtirilmoqda. Ya'ni xorijdan tashrif buyuruvchilar soni 1,5 million nafardan oshishi kutilmoqda. Turizm eksporti hajmi esa 300 million dollarga yetkaziladi. Yangi ish o'rinlari soni ko'payadi, farovonlik oshadi.